bet vashshi yurib olmasa kerak ya, menimcha. Mana dabdal ahvolda mana ko'ringlar. Mana. Juda trotuarlarimiz yo'q ekan. Birinchi sonli poliklinikagacha mana shunaqa yo'lak. 6 dan desa bo'ladi, trotuarlar nima qilinmagan. 6 qaranglar, juda xunuk ahvolda. Qo'ymang deysiz-u, qo'yishga majbur qilib qo'yadi-da. Mana qilinmayapti-da, chunki 50 yildan beri qaqaryapmiz mana. Musullar qaranglar. Mana bu necha yilga bo'ladi. Ular qaranglar, voy. Qisi dabdal ahvolda mana. Katta ariqlar qo'yib kimdir. Lekin bu ham tozalanmagan. Umuman. Trotuar yo'q. Bitta trotuar yo'q bo'lib ketgan. Ana qum bilan tuproq bilan bitta bo'lib ketgan. Bu yerda yo'q o'sha trotuar. Asfaltni o'zi yo'q o'sha. Mana qaraylar-da. Umuman yo'q. Qo'ymang, to nima videolarda deysizlar. Qo'yishga majbur bo'ldim, chunki Shaxtyorskiy больница juda ham zo'r nechta odamni ishga oladi axir. Qancha medistralarimiz bor, qancha vrachlarimiz bor. Shularni ishga oladi-ku o'sha yerda. O'sha yerda yaxshilab remont qilib qo'ysa, to'g'rimi? O'zimizning xalqimiz Toshkentga borib yurmaydi. Shu yerda o'zimizning больницаlarda endi kasal bo'lmasin, hech kim, avvalo hech kim kasal bo'lmasin. No baribir-da qilib qo'ygan ma'qul-da, ehtiyot shart. Remont qilib qo'ysa qancha odam oilasini boqadi o'sha yerda ishlab. Qiynalib yurmaydi demoqchi edim. Shunaqa. Fikrimga qo'shilsalaringiz yozib yuborasizlar o'z fikrlaringizni. Shaxtyorskiy больница ishlasinmi, yo'qmi, shunday shunday bo'lib turaversin. Nima deb o'ylaysizlar? Mana trotuarlar. Trotuar haqiqatan yo'q o'sha. Yo'q bo'lib ketgan. Bu yerda o'sha hozir issiq, kun issiqligiga ariq umuman yo'q bo'lib ketgan mana bu tarafda. Kun issiqligiga quruq bo'lib ketdi. Keyin loy balchiq ekanda, chunki tuproq bilan aralashgan. Polniy tuproq bilan aralashgan joylar. Juda ayanchli. Juda xunuk ahvolda. Ko'ryapsizlarmi? Ariq umuman yo'q. Ariqlar yo'q bo'lib ketgan. O't bosib, balchiq bo'lib